Voy opajon, esingizdami? Yangi kelinligimda erim bilan urushib qolib, hamma narsamni yig'ishtirib uyga ketayotganimda, chetimma shunday uchib qolgan piyolamni ko'tarib, "Ovsinjon, esingizdan chiqib qolibdi" deb olib chiqib berganingiz esingizdami? Aklab qilganman-ku, bilmaysizmi? Jig'izga tegish uchun maza qilganman lekin o'shanda ketib qolganingiz rosa xursand bo'lganman. Yo, siz undan battarini qilgansiz. Siz ham esingizdan chiqib qolgan bo'lsa kerak. Bir yangi kelinligingizda esingizdami? Osh qilganman, ovqat qilganman. Eringiz o'shanda, "Voy, keling, osh yaxshi chiqibdi, rosa mazali chiqibdi, maza qilib yedim, rahmat" deb yegan edi. Nima deganingiz esingizdami? Yo'q. Qorningiz ochtirdi. O'shaning uchun shirin tuyulgandir degansiz-ku. Sizdagi shirin ovqat qila olmasdim, alam qilardi deyman-ku. Alam qilmay qolsin-da. O'zi o'shanda bilardim ko'ra olmasligingizni. Aytaymi nimadan bilganman? Erim menga tilla uziy sovg'a qilganida yugurib borib ertasiga xuddi shu uzuvdan topib kelgansiz. Esingizdami? O'shanda aslida Ovsinjon, erim olib berdi deganman-ku. Erim olib bermagan. Kuyganimdan oyimnikiga borib, oyimdan pul olib, sotib olib kelib sizga maqtangan. Shunaqa ham ichi qora bo'ladimi? Yo, mana bitta ayb ish qilganman, aytaymi? Sizlar yangi kelin kuyovliginglarda eringiz katta televizor olib kelib qo'ygan spalniga. Yomon kuyib ketganman o'shanda. Katalay spalniga, 24 talik katta smart televizor olganman o'shanda. Erimni quloq miyasini yevurib oxir oldirganman. Bitta siz emas, mana yaxshi ichi qora bo'lganman. Shunaqa bir-birimizni yomon ko'rganmiz, nima qilib bo'lgan ekanmiz. Lekin hozir yaxshimiz, hozir men sizni shunaqa yaxshi ko'raman. Nimaga haqiqatan ham shu asl basharamizni oldinroq ko'rsatmagan ekanmiz, ha? Oldinroq birga yashaganmiz. Hozir alohida yashaymiz. Voy, yaxshi ham, oyijonimiz ham alohida qilib chiqarib qo'ydilar. Bo'lmasa hali ham it mushuk bo'lib o'tirar edik.